Xo'sh, salom do'stlar, bugun sizlar bilan Kamtarin Steve demoqchi edim do'stlar. Bugun personajimiz boshqa. Xo'sh do'stlar, bugun sizlar bilan bir g'aroyib mod topdik, mod pack. Masalan, narsalar sindirsak bizga g'aroyib narsa beradi. Masalan, o'tdan hozir branya berdi bizga. Yaxshi. Buni sindirdik. Kerak emas. Har xil narsalar, randomskiy narsalar beradi, bloklar, har bala beradi. Masalan, yer sindirsak o't tuxum berdi hozir qanaqa. Ko'paygan bir nima. Har xil narsalarga chiqadi. Bloklar sindirsak aynan o'sha blokda emas, xohlagan blogini berish mumkin. Даже obsidian ham berish mumkin. Bizga qanaqadir spawn suplar, bunaqa zombi modlar ham bor. Bularga qo'yib turamiz hozircha. Keyin bizga mana hayvon modlar, har xil hayvonlar bor do'stlar buni. Onu ko'ryapsizlarmi? Jaguar, ajdarholar bor qanday. Mana bu takka qushimi? Nima bu endi noma'lum. Qarshi har bala bor do'stlar bu yerda. Bunaqa hayvonlar ham bor ekan, bir ajoyib hayvonlar bor. Timsoh ham bor do'stlar. Bizga yana nima? Mana bu yerda qishloqcha, mini qishloqcha. Bular qishlog'i ham boshqacha bo'lar ekan. Qaranglar. Ustiga bossa unaqa piyozlar bor. Jonini ko'rsatadi. Ular ismi ham bor. Atashmasam mana. Ismlari ham bor bularda. O'zini. Qalaysan, Bresk. Ey, to'xta. Sen gapim bor. Yaxshi, bu bolaga ismi nima ekan? Michel ekan. Golem. Bittagina joni bor ekan, lekin kuchli ekan. Xo'sh, bu yerda nima bor? Xo'sh, shuni o'tkazsak, yo'q. Sandiq. Salom, qandaysan? Biz senga o'g'irlikka keldik. Narsalarni o'g'irlaymiz demoqchi edim. Ko'p narsa yo'q ekan. Shuni ochamiz. Bu o'yinda hozir juda ham ko'p mod bor. Qo'riqchi, soqchi modi. Voy. Mana qaranglarda. Bor bu yerda xo'sh. Deyarli hech yo'q. Yegan. Tayinli narsa yo'q. Yer karaksi tushunmadim nimaga. Qanaqa joy bir askarlarning joyimi? Bu yerda yana bitta uy bor ekan, qanaqadir. Yomon qotyapti videolayotganimga. Olma. What? Sen nasıl yapacağım? Biraz olma atışı oynayapsizlar mı? Boshqa sandık yo'q, ikkinchi taydachi. Qanaqa mexanizm bu yerda bu. Tayinli hech yo'q lekin. Mayli ketdik. Yapamiz. Bizlarda keyin do'stlar mana bu yerda xaritamiz bor. Xaritada qishloq qaranglar, qanchalik katta qishloq. Katta qishloq ko'rganmiz, olib yerga boramiz. Men bir narsani tushundim. Bizlar oddiy hayotda yashab ketishimiz juda ham qiyin, chunki uy qura olmaymiz. Divan yasay olmaymiz, karavot uxlashimizga. Bu yerda har xil mahluqlar ham bor, menimcha kechqurun paydo bo'lsa kerak. Bu nima ekan? Mana bir ko'raylikchi, bu yerda nima bor ekan? Tosh. Bo'ldimi? Faqat toshmi? Boshqa hech narsa yo'qmi? Sandiq. Yo'q ekan do'stlar. Yerda bu yoqqa borishimiz kerak ekan. Bu yoqqa emas ekan, mana bu yoqqa ekan. Noto'g'ri joyga ketib qolibmiz. Xo'sh, aytganim men kommentlarda ko'p o'qiyapman. Ovozingiz past kelyapti, deyapti. Hozir men mikrofonni sal to'g'riladim. Xo'sh, qanaqa ovozim qanday bo'lyapti shuni kommentga yozib ketinglar. Yaxshimi, yomonmi, yo yana ham balandroq, pastroq qilaymi? Lekin yaqinda stream qilish boshlayman, nomer ulamoqchiman. Bizlar sharafa bor ekan do'stlar. Stream qilmoqchiman yaqinda. Nomer ulasam bir 2-3 kunda. Hozircha nimagadir muammo bo'lyapti, ashibga beryapti, nomer ulayman desam. Shuning uchun qila olmayapman. Yaqinda agar nomer ulasam stream qilib boshlaymiz. Har kuni stream bo'ladi do'stlar. Nega? Biroq yaxshimisiz? Qarg'alar bor ekan. Sandiq bormi? Hech narsa yo'q ekan, sandiq ham bo'shroq ekan. Anaqa boy odam emas ekan. Sach. O, sandiq bor ekan. Egar kerak bo'ladi, egar da'volamiz o'zimizga.
oyoq kiyim kiyib olaylik. Ishdan bo'lsa yaxshi bo'ladi. Bizga ishdan kerak. Ishdan qidiramiz do'stlar. Ular qaroqchilar uyida ularni topamiz degan umidamiz. Sandiqlarni ana bo'lmasa shuncha narsa. Biz konga chiqib ketsak ham bo'laveradi ekan. Qoch beradi bratalar. Biz chiqib ketdik. Boshqa yo'lamiz bu yoqqa. Bu uyda biz ertaga chiqamiz o. Yaxshisi tezroq o'zimiz bilan uy topishimiz kerak. Ko'rlang nima bo'ldi? Ikkita eshik ham birdan ochildi. Yo'q. Qanaqa to'g'ri bu? Xo'sh. Sandiqni ichib tutsa ekan. Bugunday ya. Sandig'i bor ekan. Bu sizlar boysizlar-ku. Bular boy ekan do'stlar. Sandiqlarni odatda bittalik sandiqlardan ikkitalik sandiq bo'lmaydi. Ideally hamma uyda sandig'i bor ekan. Hozir o'ning ekan sandig'i bor, ko'rsa kambag'alroq. Yaxshimisiz? Siz kimsiz? Hech kim ekan. Janob hech kim. Sizni restoran ili gapirishga til hojiz. Ya boş uy topiladimi og'alar? Bir bo'lib ketgan ekanman. Ochizare. Ana yana bir bironta uy bormi? Bu yerga kirdimmi? Qani qayerga yana borishim mumkin? Yo'q, mana bu. O'mrod, bu nima? Do'stlar, kirishsa hozir mana shu tomonga ketamiz. Ya'ni mana shu tomonga ham yana qishloq bor ekan. Bu o'tirib choy gaplashib, takoy choychalar ichib o'tirgan joy. Menimcha. Xo'sh, izmirotlarni terib ketamiz do'stlar. Bu nima? Bu mendan kalsak Belham uyiga. Nima uyiga davay ket. Let's go. Shton. Mana shu optirek. Chunki boshqa anavimiz yo'q-da. Asası yo'q ekan. Yaxshimisiz? Yomon ekansiz deng. Sizdan ko'z qaykmi? Oy. Nima bu? Endermeni ko'zimi? Mana bu yerda. O, Tiflisda. Do'stlar, bularda issiqxonasi bor ekan. Siz nima sotasiz? Og'am. Gultuvakka gul. Bunga asal. Siz asalarichimisiz? Bu nima bu? Qanaqa stol bu? Do'stlar, bizga yangicha kasblar ham bor ekan. Mayli ketdik. Shunda bitta ko'raylikchi. Deyarli hech vaqo yo'q. Ketdi. Qarachisi. Voy. Do'stlar, e'tibor bermaysizlar. Hozir mana qo'yapti. Wi-Fi'imiz qo'yaptimi yili. Anani ham bilib bo'lmaydi nima qo'yayotgan. Oy. Do'stlar, Akuna Matata. Oy. Akuna Matata dedik-ku. Og'alarimiz bizlar. Go'limda ekan-ku. Rasoyimiz chiqadi o'sha. Oy, ketdi. Asabi chotoq ekan. Ularni ketdik. Qo'sh davom etamiz. Ana nima bor ekan bu yerda? Assalomu alaykum. Aytyon brat. Yo'q. Hozir kasb egalladi bratan. Ular yaxshi. Uncha boy joy emas ekan-ku, lekin bu chitasa bo'ladi. Qo'tyapti kompyuterim. Ay. Ichida 100 tadan ziyod modi bor do'stlar bu o'yin. Shuning uchun ham kompyuter ozroq qilyapti. Qo'tyapti. Nima bor ekan bu yerda? Xo'sh, paqir. Mayli paqirni olamiz. Boshqa narsa yo'qmi? Xo'sh, yaxshi ekan. Bu nima? Nima bu? Har qozon uyib qo'yganmi? O bizada yangi shitellar. Sizlarda nima bor? Redstone. Sizcha? Qadr bir nimalar. Sizda ish yo'q ekan. Sizlar dangasamsizlar, ishlamaysizlar. Qog'ozga ne qo'ydi? Shit ochib ko'raylik. Bu yerda ham bir nima bor menimcha. Hech narsa yo'q
qo'ygan deyarli. Xarita bizga to'g'ri keladi, xaritani qilamiz, to'g'rimi? Ma'qul.